Bugun sizlar bilan kosmetikalar obzorini qilamiz. Birinchisi Dubaydagi Sephoradan olgan narsalarim ko'rsataman. Tug'ilgan kunim uchun olgan podarkalarim ham. Birinchisi mana bunaqa sivritka niacinamid 10%, sink 1%ligi. Bu imindan poralar yopish uchun oldim. Попробовать qilaman. Ko'p odamlar odzofini zo'r deb yozgan. Попробовать qilib sizlarga odzofini aytaman. Ikkinchisi Valentinadan rumyanasi. Shunaqa xohlagan edim. Manda 5-otsenkasi. Rangchasiga qaranglar qanaqa sochni. Ichida o'zi mana bunaqa shotichkasi chiqadi. Wow. Kamgina olsa ham pigmentatsiyasi kuchli ekan. Keyingisi mana berilgan podarkalar. Probniklari. Prada'dan tonalka. Probnika. Natural rangi ekan. Nuqa mana to'g'ri keladimi? Ularda qanaqadir выставка bo'libdi ekan. Попробовать qilish uchun olib ko'rdim. Plotni tonalka emas ekan, buni yozda ishlatsa bo'ladi. Keyingisi Charlotte Tilburydan mini pomadacha. Shuni olganimga shundan xursandman. Chunki mini narsalar yoqadi. Bu mini plus asalcha. Ularda qanaqadir konkurs igra bo'layotgan ekan. Igrasida o'ynab ko'rdim. Mana pomada chiqdi. Vot rangi. Saboy olib yurishga zo'r. Magic kremam 2 ta bidilar. Charlotte Tilbury dushisini probniklari 2 ta. Ikkovi ham bir xil. Charlottedan tush mini probniki bu ham. Попробовать qilib ko'raman. Mana shotkasi yoqdi. Naqalar qanaqa zo'r. Buni ham olib yurishga zo'r. Qo'l kremi, qaysidir brend biti buni ham. Kim biladi shuni otini? Kommentariyada yozib ketinglar. Tonalkasidan mini probniki 2 ta bundan ham. 3 ta atiri, imindan men yaxshi ko'rayotganlari. Shu bilan podarkachalar tamom bo'ldi. Keyingisi Mac'dan olgan podarkalar Bakudan olgan podarkalarim. Lush Handmade Shamya sotgan magazindan 4 ta probnik bidilar, no bittasini topolmabman. 2 tasi skrab edi, 2 tasi gel для dusha edi. Buni haftada bir marta ishlatish kerak, yog'li yuzlari zo'r. Bu gel для dushasi. Esa qanaqadir непонятно. Maxusdan mana bunaqa probnik bidilar. Buni ham попробовать qilib ko'ramiz. Fix plus ekan bu. Keyin o'zlarini tonalkalaridan bidilar. Dubai Mallda mana shu firmada ishlatgan o'zbekistonlik Surxondaryo, Sirdaryoda ishlatgan ayol shuncha probnik bidilar. Bulari yuzda qolgan dog'lar zo'r ketqar ekan, ammo bulari esa zo'r SPF lar ekan. Mana bunisini yuzni tiniqlashtiruvchi ultra nimadir deb aytdilar, ishlatib ko'rib, keyin rezultatini mana ayting dedilar. Mana ishlatib ko'ramiz shular ham. Dubaydan olgan podarkalarim bo'ldi. Endi Bakudan sotib olgan narsalarim, podarkalarim ko'ramiz. Dubaydan tonalkani, konsilleri o'zimga mos tonini topmagan edim. To'xta topdim.
keyin jizak ijobiydira. Mana kim qancha podarka qo'ydi ular. Mashhur o'sha Jador Dushisni probnigi. Diora Мужской Savage Dushisni probnigi. Vay, Mistiordan ham qo'yibdira. Bu ham mashhur Mistior. Buni ham probnigini qo'yibdira. Mistiori o'sha Dushisni isi kelayotgan pomadasi. Buni Dubayda ko'rgan edim. Вот. Probnikchasi. Mana nima. Как раз men olgan tonalkadan probnik. Uchta tonalka probnigi. И bitta ikkita uchta kremi probnigi. Вот. Наконец-то olgan narsam demoqchi edim. Yana podarka. Уже nimaligini ustidan bildim. Men shundan xohlagan edim, maydacha qaysidir blogerda ko'rgan edim. Chem unaqa probnikdan ko'ra bunaqa o'sha именно original produkti mini razmerda chiqarsa. Корейда. Мини. Наконец-то. Men ikkinchi nomerni oldim. Mana shu to'g'ri kelib, sal plotnoroq. SPF 20+ ekan. Bitta tonalkaya shuncha probnikda. Yani ketib birini olayim. Probnikchalardan ham beradi. Ikkinchisi. Kстати, tushidan ham bida kecha. Buni попробовать qilib ko'ramiz. Buni aytgancha ikki xil nima sotuvchi bida. Assistent. Birinchi tonalkani oldim, magazin yopilib deganga chiqib ketadi. Qarasam hali yopilmabdi ekan. Kirib keyin sirasi konsillerni oldim. Keyin yana konturini bu narsalarni ko'rayotganimizda yopilib bizda keyin mayli dedim, хотя бы shuni olib chiqay deb keyin konsillerni olib chiqdim. 2 marta aplatist qildik. Shu uchun, наверное, ko'p podarka bo'ladi. Agar ikkovini birga olsaydim, buncha podarka bo'lmaydi. Bundan ham Jador probnigi, Mistior probnigi. Ikkinchi assistent tonalkadan bitta probnik qo'ygan. Keyin bundan ham Savage probnigi. Bu pomadan probnigi ekan. Buni ham ishlatib ko'ramiz. Keyin mini produkt. Men yaxshi ko'radigan. Wow. Men bu yoqda ko'rsatib qo'ygan. Men bu yoqni как бы qisib keyin ishlatinglar deb. Qanaqadir plastikmi nimadir qilingan milloyim. Shotkasdan ko'raylikchi. Yaxshi, bu ham shotkas. Shotkasi yaxshi ekan. Ishlatib ko'raman. Если mana yoqsa, bundan ham olamanki. Наконец-то консилleri. Bu ham ikkinchi ton. Buni ham ishlatib ko'rsataman. Bugun sizlar bilan shunaqa raspakovka bo'ldi. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozib ketinglar. Ishlatsangiz sizlarga yoqadimi, yoqmadimi, uni ham aytib ketinglar. Qaysidan ishlatasizlar, yoki qaysidan ishlatib ko'rmoqchi bo'lgan bo'laydingiz. Agar ishlatayotgan bo'lsangiz, qaysi yoqadi, qaysi yoqmadi, uni ham yozib ketinglar. Fikrlaringizni o'qish интересно bo'ladi. Menda esa bugun shunaqa распаковка. Sephora Dubai, Mac Dubai и Dior Bakuda. Bye.